Endi biz bu dersimizde tekstga nisbatan uning rangini o'zgartirish, xatning uslubini o'zgartirish, masalan, tom, yanto, as-siziq va deganga o'xshash. Ondan uningki o'rnini to'g'irlash, o'ng'a, so'lga, o'tirg'a deganga o'xshash. Shu mashg'ulotlarni ko'rib o'tamiz. Biz burun yozgan xatimizga nisbatan, ruxsat so'rash xatimizga nisbatan tahlillashib boraylik. Yani bu yerda o'rganadigan bir ishimiz xatningki rangini o'zgartirish. Masalan, bu xatimizni ko'k rangga o'zgartmoqchi bo'lsak, bu yerdan xatning rangini tanlash. Yani ko'k rang. Rangi ko'k bo'ldi. Navada yani başka bir xatning rangini başka xil o'zgartmoqchi bo'lsak, bu yerdan xalqa rangni tanlab bersak bo'ldi. Buningga o'xshash. Navada biz bu xatlarning rangini asliga qaytarmoqchi bo'lsak, bu yerni qora rangni tanlasak yoki avtomatik qilib qo'ysak, buning rangi o'zgaradi. Odatda biz ko'pincha ishlatadigan printerlar rangsiz xat bosadi, shunga qora rang bilan ishlatamiz. Navada rangli printerimiz olsa yoki bu kompyuterlar ishlatadigan xatlar olsa, ehtiyojimizga asosan xatlarning rangini o'zgartirib ishlasak bo'ldi. Ammo zurriyati bo'lmagan ranglarni qalaymiqan bo'yab al yeşil qilib ishlasak, bizningki laylagan bitimizningki sifatiga ta'sir etadi. Shunga amal va normal xatlarni ishlatish kerak. Bu xatning rangini o'zgartirish. Endi ba'zi mazmunlarningki taglikininki xatini rangini o'zgartirishga to'g'ri keldi. Masalan, bir kunlik ruxsat degan gapning tigining rangini biz yeşil qilib qo'yaylik. Mana buningga o'xshash. Bu taglik rangini o'zgartirish. Yana o'xshashli buni amaldan qoldirmoqchi bo'lsak, buningki asli rang tanlaydigan yerdan rangsiz deb qo'ysak bo'ldi. Ondan biz tekstlarningki xatlarni tom inchka qiladigan ba'zi ehtiyojlar tug'ildi. Masalan, hurmatli muallim, bu gapni biz tom qilmoqchi bo'lsak, bu bi, ya'ni bol tom degan gapni bossak, bu xat tom ko'rindi. Navada ba'zi mazmunlarni yanto qilmoqchi bo'lsak, masalan, bu ismni yanto qilib qo'yaylik, yanto oldu. Ondan yana ba'zida biz alayda ba'zi mazmunlarni asıq siziq sizib qo'yadigan ehtiyojimiz bor. Masalan, bir kunlik ruxsat asıq bir siziq sizib qo'ydik. Mushu belgi orqali chiqaramiz. Ondan bu siziqninki har xil shakllarini chiqarish bo'ldi. Masalan, uzuk siziq, egri siziq, qo'sh siziq, tom siziq deganga o'xshash. Buni mushu yerdan xolgan birini tanlasak, shunikiga o'zgaradi. Yani tekstini tanlagandan keyin qo'sh siziq, egri siziq deganga o'xshash. Amaldan qoldirmoqchi bo'lsak, yana o'xshashlar yo'q deganda tanlab qo'ysak bo'ldi. Bu style'ga munosib narsalar. Yana ba'zida tekstdagi o'chiriladigan mazmunga belgisab qo'yishga to'g'ri keldi. Bu vaqtda bu üstü siziqni bassak, üstüge ham siziq sizildi. Bu amaldan qoldi deganga o'xshash ma'noni bildiradi. Endi biz bu tekstimizga nisbatan to'g'irlash mashg'uloti olib boraylik. Masalan, odatda har qanday maqola yoki hujjatlarningki mavzusi o'tirg'i to'g'irlangan bo'ldi. Bunu to'g'irlagan vaqtda bu yerga bo'shliq qo'yib to'g'irlashga qat'iy bo'lmaydi. Bu hargiz to'g'ri usul emas. Buni to'g'irlashningki eng to'g'ri usuli bu yerda tekstni to'g'irlaydigan belgilar bor, knopkalar. Mushani tanlasak bo'ldi. Masalan, hozir bu o'ng'i to'g'irlash altida. Buni so'lga to'g'irlashni bassak, so'lga to'g'riladi. Yoki o'tirg'i to'g'irlashni bassak, bu o'tirg'i to'g'irlandi. Eng to'g'ri usul shu. Endi bu yerdagi ismni odatda so'lga to'g'rilab ishlatamiz. Shunga so'lga to'g'irlash knopkasini bassak bo'ldi.
hürmet bilen palançı. Endi yılnamini yana oturgu to'g'rilasak bo'ldi, to'g'rilandi. Endi bu yerda yana to'g'rilaydigan mundaq mazmun bor. Bizningki asosiy tekstimiz bir abzas. Yani bu 4 qurdan tuzilgan. Biz buni o'ngdan so'lga yozdik. Şu o'ngga to'g'rilanishimi to'g'ri, lekin buning qurning keyni tekşemez. Bu yazmalarninki ko'rinish sifatiga ta'sir yetkazadi. Bo'lib bu cho'ng tipdagi maqola yoki kitob mazmunlar bo'lsa, buni bundoq chizib qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Bunday vaqtda buni to'g'rilaydigan yana usul bor. Yani bu yerden tekşileş. Yani bu o'ng so'lni tekşilep çizidi. Yani baş ahiri tik buldu. Endi xat az köp bo'lgan vaqtida bu orliq bosh qo'yib yoki ba'zi so'zlarni suzish orqali buni to'g'rilaydi. Buni bu yerdan tanlab bergildi, suzib tangshash. Masalan, bu harflarni so'zdi, boshliqni ko'paytmay. Ama normal tangshash, chechib tangshash, bu shunga o'xshash. Biz odatda buni tekshirlash deblarni qilib qo'ysak bo'ldi, tekshirlandi. Tekstga nisbatan rang tanlash, uningki xosliqlarini o'zgartirish, ya'ni tom, yanto, ossiqlik bor deganga o'xshash. Ondan tekstninki o'ng so'l o'tirg'i to'g'rilash qatorli xosliqlarni tanishlash mashg'uloti yuqorida ko'rsatilgandek bo'ldi.